Spark mashinamiz o'zi ham juda ham xarob bo'lib ketgan ekan. Koridorga palov kraska tarqatadilarmi bilmayman. Mo'stan pishtirganmi? Sap-sari bo'lib ketdi. Yo'q, priz aralashmaganmi? Hozir sistemalarni yuvib, do'q-po'sga qilib qo'yamiz. Kanalimizdan kuzatishda davom etinglar, salomat bo'linglar. Spark mashinamizni уже do'q-po'sga qilib qo'yamiz. Boya jarasol ketadi, sistemalari balchu bo'lib, ishlarni tugatib, do'q-po'sga qo'yamiz. Mashina xizmati bo'lsa kelsanglar, qo'ldan kelgancha qarab chiqarishga harakat qilamiz. Bu Sparkimizdan temasa pramux tashilgan ekan. Ko'pchilik yozda olib tashlaydi, ichini olib ham pramux qo'yadi. O'zlariga yangi termosatlarni qo'yib, qo'ldan chiqarib beramiz.